Sanda zararli odatlar bormi? Zararli odatlar nima? Masalan, ichish chakishlar yo'q. Qizlar bilan yurish yo'q. Hattoki zalda qizlar bilan ham ishlamayman, shug'ullanmayman. Trener qildirtirmayman. Sabab? Emotsiyaga berilib qolishadi. Juda ko'p holat bo'lgan. Kelishadi. Bitta xotin bo'lgandan keyin nimaligini. Men ko'zlarim ko'rmay qolgan ko'chani. Voy, men yashash xohlayman dedi. Ya hazil. Shunchaki emotsiyaga berilib qolishadi. Kechasi yozishadi. Kechasi 12. Tez pish yozadi. Yotadi yonimda. Nima deb o'ylaydi? Juda ko'p bo'lgani uchun kerak emas. Faqat bolalar bilan, yosh katta odamlar. Mana o'z auditoriyam asosan yosh kattalar. Yoshlar juda kam. Instagramda bo'lishi mumkin, lekin ish zonamda yosh kattalar. Asosan yosh kattalar. Tushmaysan, chaqmaysan, qizlar bilan gaplashmaysan. Yo'q,